Kelin poshsha, tildan yeng, tillaringiz uzun bo'ladi degan gapni endi tushundim. Shifobaxsh sho'rvalari bilan go'shtlari hil-hil pishgan bunaqa tilli tushonkani yegan odamni nafaqat tili, barcha a'zolari baquvvat bo'lib sayrab ketadi. Mol tilini yaxshilab yuvib, qaynoq suvga ivitib, ustiga kerak qatlamini olib tashlaymiz. Bezlaridan ham tozalab tashlash esingizdan chiqmasin. Bo'lakligi bo'lib, bitta katta piyoz, chesnok, guruch donachalari, ziravorli tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor massani bankalarga solib, ustidan bir bo'lak sariyog' va lavr bargini solamiz. Qopqonlarni qattiq burab olmaylik, nomiga yopsanglar bo'ldi. 6 soat davomida past olovda pishirib olamiz. Bankani ochishingiz bilan uyga shunaqangi shirin hid tutib ketadi, mazasiga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Yoqimsiz hidlari ketib, mazali, foydali shunaqangi shirin taom tayyor bo'ladi. Gemoglobiningiz pasayib, quvvatsiz bo'lgan bo'lsanglar, har deb dori ichavermasdan shu taomdan tayyorlab yeb ko'ringlar.